Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi videomizda tushda guldasta korish nimani anglatadi? Bu tush yaxshilik belgisi yoki yashirin ma'noga egami? Shu haqida batafsil gaplashamiz. Tushda guldasta korish odatda quvonch, xushxabar va ijobiy o'zgarishlar belgisi sifatida talqin qilinadi. Islomiy tush ta'birlariga ko'ra, guldasta go'zallik, mehr, hurmat va samimiy tuyg'ular ramzidir. Ayniqsa, tushda chiroyli va yangi gullardan tuzilgan guldasta korish hayotda baxtli voqealar yaqinlashayotganini bildiradi. Agar tushda sizga kimdir guldasta bersa, bu sizni hurmat qiladigan va qadrlaydigan inson borligini anglatadi. Bu tush sevgi, do'stlik yoki yaxshi munosabatlar mustahkamlanishini ham bildirishi mumkin. Ba'zi talqinlarga ko'ra, tushda guldasta olish, xushxabar eshitish yoki orzu amalga oshishining belgisi. Agar tushda o'zingiz kimlargadir guldasta bersangiz, bu sizning qalbingiz toza, niyatingiz yaxshi ekanini ko'rsatadi. Bu tush saxiylik va mehr-muhabbat ramzi hisoblanadi. Lekin tushda solib qolgan yoki qurigan guldasta korish ba'zan ogohlantirish bo'lishi mumkin. Bu sovuqlik, xafagarchilik yoki vaqtinchalik muammo belgisi sifatida talqin qilinadi. Shuning uchun tushning tafsilotlariga e'tibor berish juda muhim. Tushda qizil gullardan iborat guldasta sevgi va ehtiros belgisi. Oq gullar poklik va tinchlik ramzi. Sariq gullar esa hasad yoki ehtiyotkorlik belgisi bo'lishi mumkin. Demak, guldastaning rangi ham talqinga ta'sir qiladi. Xulosa qilib aytganda, tushda guldasta korish ko'pincha yaxshilik, baxt va ijobiy o'zgarishlar belgisi hisoblanadi. Ammo tushdagi his-tuyg'ular va tafsilotlar talqinni o'zgartirishi mumkin. Tushlaringizni e'tiborsiz qoldirmang, ular hayotingiz haqida muhim ishoralar berishi mumkin.